Xo'p, bugungi darsimiz algebraik kasrlar haqida bo'ladi. Demak, surat va mahraji algebraik ifodalardan iborat bo'lgan kasrlar algebraik kasrlar deyiladi. Umumiy ko'rinishi mana bu tarzda yoziladi. Px taqsim qx ko'rinishida. Bularga misol qilib yozishimiz mumkin. Masalan, 2x plus 3 taqsim 4x plus 5 masalan algebraik kasr yoki bo'lmasa 6x minus 7 taqsim bo'lishi mumkin x plus 3y va hokazo. Demak, shu ko'rinishdagi kasrlar algebraik kasrlar deyiladi. Xo'p, algebraik kasrlar ustida ham xuddi oddiy kasrlarga o'xshab turli amallar bajarish mumkin. Ularni qisqartirish mumkin, o'zaro qo'shib ayirish mumkin, ko'paytirish mumkin, bo'lish mumkin va hokazo. Shu amallarni bajarsa bo'ladi. Xo'p, birinchi algebraik kasrlarni qisqartirishni ko'rib chiqamiz. Masalan, x kvadrat minus 9 taqsim x plus 3 algebraik kasr berilgan bo'lsa, buni qisqartirish mumkin. Xo'p, algebraik kasrni qisqartirish degani uni surat va mahrajini agar mumkin bo'lsa bir xil ifodaga bo'lish nazarda tutiladi. Hozir bu holatda ularda bir xil ko'paytuvchilarni ko'rmaymiz. Buning uchun agar soddalashtirish kerak bo'lsa, mumkin bo'lsa soddalashtirib olamiz. Hozir bu yerda mana bu surat bizda formulaga o'xshab turibdi. Qisqa ko'paytirish formulasiga, ya'ni a kvadrat minus b kvadrat formulaga o'xshab turibdi. Unga ko'ra bu a minus b ko'paygan a plus b ko'rinishda ochilishi kerak. Bizda hozir a ni joyida x kelyapti. B kvadratni joyida 9 kelayotganda, demak b ni joyida 3 kelayotganini tushunishimiz mumkin. Demak, suratni formula bo'yicha ochadigan bo'lsam, mana a minus b ga a plus b ko'rinishda yozaman. Mahrajni o'zi turibdi. Ana endi bir xil ifodalar, o'xshash ifodalar borligi ko'rinib qoldi. Ikkovini ham mana bu x plus 3 ga bo'ladigan bo'lsa, bular x plus 3 ga qisqaradi va bizda faqat x minus 3 ni o'zi qoladi. Demak, shu amal algebraik kasrlarni qisqartirish deyiladi. Endi algebraik kasrlarni qo'shish yoki ayrishni ko'rib chiqamiz. Masalan, 4 taqsim x plus 2 plus aytaylik 3 taqsim x minus 5 bo'lsa, xuddi oddiy kasrlarga o'xshab algebraik kasrlar ham qo'shayotganda yoki ayrayotganda ularga umumiy mahraj tanlanadi. Umumiy mahraj bu ikkovini e-kubki bo'lishi kerak. Ya'ni men hozir ular o'zaro umumiy bo'luvchiga ega bo'lmagani uchun e-kubki ikkovini ham olishimga to'g'ri keladi. Ya'ni x plus 2 bilan x minus 5 bu biz uchun umumiy mahraj. Shunda men mana bu 4 ko'paytirishim kerak. X plus 2 bor bo'lgani uchun x minus 5 ga va mana bu 3 ni ko'paytirishim kerak endi x plus 2 ga. Endi mana bu x minus 5 ni 4 ga ko'paytirib yozaman va x plus 2 ni 3 ga ko'paytirib suratga yozishimiz kerak. Xo'p, endi x minus 5 4 ga ko'paytirayotganda birinchi 4x ga ko'paytirsak bu 4x bo'ladi. 4 5 ga ko'paytirsak minus 20. Mana bu yerda ham endi 3 ni ko'paytiraman. 3 ni x ga ko'paytirsak 3x bo'ladi. 3 ni 2 ga ko'paytirsak plus 6. Umumiy mahrajimiz demak mana bu x plus 2 bilan x minus 5 bo'ldi. Xo'p, suratda o'xshash xatlarni ixchamlab yozib qo'yishimiz mumkin. Masalan, mana bu 4x ga 3x qo'shsak bu 7x bo'ladi va minus 20 ga 6 ni qo'shsak bu minus 14 bo'ladi. Mahrajimiz bo'lsa o'zi turibdi. X plus 2 ga x minus 5. Bo'ldi. Demak, biz ikkita algebraik kasrni bir-biriga qo'shdik. 4 taqsim x plus 2 ga 3 taqsim x minus 5 ni qo'shdik. Mana bu x plus 2 bilan x minus 5 biz uchun umumiy mahraj bo'ldi va yakunda yig'indi mana bu ko'rinishga keldi.
Ayriyotganda ham xuddi shunday. Faqat mana bu o'rta minus bo'lishi mumkin, lekin bajaradigan ishimiz shu bilan bir xil bo'ladi. Umumiy mahrajga beramiz va suratni soddalashtirib qo'ysak bo'ldi. Davom etamiz. Endi algebraik kasrlarni ko'paytirishni ko'rib chiqamiz. Masalan, 6x taqsim x plus 5 ko'paytirilgan. Xo'p, x minus 4 taqsim 3x bo'lsin. O'zi aslida oddiy kasrlarga o'xshab, ikkita kasr ko'paytirilayotganda suratini yoki mahrajini ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Lekin undan oldin o'zaro qisqaradiganlari bo'lsa, birinchi algebraik kasrlarni ham qisqartirib olinadi. Masalan, bu yerda hozir mana bu x bilan mahrajdagi x ikkovi ham qisqarib ketadi. Mana bu 6 bilan 3 ni ham o'zaro qisqartirish mumkin. Shunda x lar ketdi qisqarib va 6 bilan 3 ni 3 ga qisqartiradigan bo'lsak, 3 ni joyida 1 qoladi va 6 ni joyida 2 qoladi. Shunda bizda mana bu yerda suratda 2 qoldi va uni ko'paytiraman x minus 4 ga. Va mana bu mahrajda qolgan 1 ni x plus 5 ga ko'paytirib yozsam bo'ldi. Xo'p, 2 ni birinchi x ga ko'paytiraman 2x va 2 ni minus 4 ga ko'paytirsam minus 8 bo'ladi. Mahrajga o'tamiz. Mana x plus 5 ni 1 ga ko'paytirsak, uni qiymati o'zgarmaydi va bu x plus 5 ligacha qoladi. Demak, algebraik kasrlarni ko'paytirish ham oddiy kasrlarga o'xshaydi. Suratini, mahrajini ko'paytiramiz va undan oldin agar qisqarsa, ularni qisqartirib olish kerak. Algebraik kasrlarni bo'lish ham ko'paytirishdan deyarli farq qilmaydi. Mana masalan, x taqsim x kvadrat minus 4 bo'lingan, aytaylik 10x taqsim x plus 2. Xuddi oddiy kasrlarga o'xshab bo'layotganda mana bu bo'linayotgan kasrni teskari qilib ko'paytma qilib yozib olishimiz mumkin. Birinchi kasrni o'zini yozaman va birinchi kasrni o'zini yozayotganda mana bu x kvadrat minus 4 ni birdaniga ko'paytuvchiga ajratib yozishimiz mumkin, chunki 4 2 ni kvadrati, ya'ni bu a kvadrat minus b kvadratga o'xshab turibdi. Biz uni a minus b ko'paygan a plus b ko'rinishda yozsak bo'ladi, ya'ni x minus 2 ko'paygan x plus 2 ko'rinishda. Shuning uchun buni mahrajga birdan ko'paytuvchilarga ajratib yozaman. X minus 2 ko'paygan x plus 2. Endi bo'linmani ko'paytma qilaman va kasrni teskari qilsam, x plus 2 ni suratga yozaman. Mana bu 10x ni mahraji. Xo'p, bu yerda ham qisqaradiganlar bor. Masalan, mana bu x plus 2 lar o'xshash bir xil qisqarib ketadi va mana bu x bilan x ham qisqaradi. Shunda suratda bular qisqargandan keyin bular o'rnida 1 qoldi deymiz. Bu yerda ham 1, bu yerda ham va 1 ga 1 ni ko'paytirsak, suratda baribir 1 hosil bo'ladi. Xo'p, mahrajda mana bu birinchi kasrda x minus 2, ikkinchi kasrda 10 qoldi. X minus 2 ni 10 ga ko'paytirib yozishim mumkin birdan. 10 ni birinchi x ga, keyin 2 ga ko'paytirsam, shunda bu 10x minus 20 bo'ladi. Xo'p, demak bu algebraik kasrlarni bo'lishga misol bo'ldi. Biz yakuniy javobimiz mana 1 taqsim 10x minus 20 bo'ldi. Xo'p, umumiy yana bir qaytadan qarab chiqamiz. Demak, algebraik kasrlar mana bu umumiy ko'rinishi px taqsim qx ko'rinishda bo'ladi. Bu degani suratda ham, mahrajda ham algebraik ifoda bo'lishi mumkin. Demak, shu ko'rinishda algebraik kasrlar keladi. Mana bu yerda algebraik kasrni qisqartirishni ko'rib chiqdik. Agar ko'paytuvchiga ajralsa, ko'paytuvchiga ajratamiz va o'xshash ifodalar bo'lsa qisqartiramiz va mana bu soddalashgan holatda qoladi. Bu algebraik kasrlarni qisqartirish. Keyingisi algebraik kasrlarni qo'shish va ayirish. Qo'shayotganda ham, ayirayotganda ham bir xil. Xuddi oddiy kasrlarga o'xshab oldin umumiy mahraj beramiz va ifodani soddalashtirib qo'yamiz.
Ko'paytirish, mana bu yerda ko'paytirish haqida gaplashdik. Ko'paytirishdan oldin agar qisqarsa, surat va mahrajni qisqartirib, undan keyin suratga, mahrajni ko'paytiramiz. Algebrik kasrlar bo'linayotganda ko'paytirishdan birdan bir farqi mana bu bo'linmani bitta kasr teskari qilib ko'paytmaga aylantirib olamiz. Xuddi bundan oldingi holatga o'xshab ikkita kasr bir-biriga ko'paytirib qo'yiladi. Endi algebrik kasrlar haqida juda ham ko'p gapirish mumkin. Bu qisqacha ko'rib chiqish bo'ldi. Endi mavzuga taalluqli yana 10 ta savolni, 10 ta misolni video yechimini ko'rib chiqsanglar, mavzuni batafsilroq, to'liqroq tushunasizlar.